Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, YouTube ishqibozlari, Aziz Ekskavator kanalini kuzatib boruvchilar. Bitta 95 talik ekskavatorimiz Qashqadaryo viloyatiga ketdi. Keyin yana bitta beton qorgich bilan pogrushchigimiz Qashqadaryo viloyati Qamashi tumaniga ketdi. Mana egalaridan ikki og'iz intervyu olamiz. Assalomu alaykum. Aziz yurtdoshlar, mana bugun Aziz akani texnikalarning oldiga kelib, bittagina pogruchchi topyapmiz Qamashi rayoniga. Bitta ekskavatorimiz Qarshiga ketyapti. Qarshiga ham, biri Qarshiga, biri Qamashiga. Men nasib bo'lsa, buning sifati yaxshi deb bittasidan telefon qilib ko'rdik, yaxshi sifatlari. Narx bo'yicha ham yaxshi ekan. Shu yurtdoshlarimizga tavsiya berasiz. Kesim, olsin, lizing, kredit, bo'lib to'lash ular ham bor agar kelishgan holatda hammasi. Aziz aka, sizga rahmat. Charchamang. Charchamang. Xudo xolasa yana bizdan texnikalar olinglar. Ekskavatorlar ham xudo xolasa ekskavator deysizlarmi, pogrushchik deysizlarmi? Mana shu 1.8larimiz ham arzon 26 mingdan olib kelamiz. Boshqa joylardagi 31-32 ming texnikalarni mana o'zlaring nima qilinglar. Manzilimiz lokatsiya tashlash shart emas. Sergeli mashina bozoriga kelsalaringiz, bozorda ichiga ham qo'yganmiz texnikalarni. Yo bo'lmasa mana shu Sergeli mashina bozorga kelayotganda, o'zgarish mostidan kelayotganda Cherry avtosalonni to'g'risida kelaverasizlar. Hammaga omad, charchamanglar.